belirginlik Mevlana Yasin efendim bizge Xitaylarnınki casusluq kanunu, yangi chiqqan casusluq kanunu ve chet ellerde ve vatan iç sırtida yapılan hareketleri, casusluq hareketleri alakadar izlenişlerini taqdim qildi. Mevlaka hoş geldiniz. Assalamu alaykum. Fıkha buldu. Çıkıp ben kompüterda sizni ko'rmayapman. Ben özümden ko'ryapman. Ben so'zlayapman. Okey. Ben kompüterim to'g'rilab qo'yaman. So'zlaganda ha ma'qul. Odatda biz nurg'unlar jasus desak nima esimiz keladi? Enaqa siz 007 ning kinosini ko'rganmi? Ha. Aşı jasus desak, burunlarda biz jasus desak, yılqı bir düşmanning kumandan shtablarının içi kirib bir hujjatlarni o'g'irlab chiqqan. Yo'qsa ilaqi chiroyli jasus qizlar qarshi tarafninki boshliqlarini qo'liga keltirib ular bilan yetib qo'pish jarayonida ularning shkaflaridan birini o'g'irlab chiqqan. Yo bo'lmasa dushmanlarning orqasiga kirib, Alloh aytgan jasuslarning Tolda tarixda bizning deydigan jasuslarimiz mushunda. Bu an'anaviy jasus deydi. Buni classic spies deydi. Masalan, bundaq jasuslarning roli nihoyat bo'lgan. Ikkinchi dunyo urushida Hitler Moskvaga yettin kelganda, shu vaqtda Stalin Xitoyning Manchuriyatga 150 ming eng qudratli askarni Moskvaga yutkab kelsam bo'larmi, bo'lmasmi, bu yoq yutkab kelsam Yaponiya men hujum qilaman deganda Yaponiyaning ichi kirgan Sovetninki spioni Yaponiyaning hozir Sovetga hujum qilishga hujum qilmaydi ekan degan hujjatini aytib Stalin shu bir hujjat bilan 150 ming ishda so'qishadigan armiyani Moskvaga yutkab Germaniyaga qaytarib hujum qilgan. Shuning uchun jasuslarning tarixda nihoyat an'anaviy tarix bo'lib turibdi. Bularda tarixlar buning tushirib o'tib ketimiz ma kitobda shu an'anaviy jasuslarni so'zlaydigan kitob. Lekin bugun mening to'xtamoqchi bo'lganim u an'anaviy jasuslar emas. Bizning hozirgi zaman jasuslar, bu sunniy aql jasuslari. Bu yo'l orqali qonda burunki jasuslar shunchalar kuchab qurbon berib qiladigan yillar qiladigan ishlarni hozir sunniy aql bir necha soatning ichida uningdimi yaxshi qilib yetgan bo'lib qoldi. Shuning uchun hozir zaman jasus urushda sunniy aql zo'r rol o'ynaydi. Bunun için biz aldı bilen, sunniy aql hukum bilen bir az tanışaylı. Bunu daim hemimiz sözlep diyordu mu? Şu mümkün bir fırsat bulsun. Sunniy aql degan nima? Bu hukumni tushunishda yumshoq detal ve qattiq detal degan söz her qadamlarda sizlarga salom berib turdi. Avval mushu ikki so'zni qisqa tushuntirib o'tib ketay. Rasm birga kela olamsiz? Okay. Hem de göründü. Ya resim bir. Mana. Ben o'ttirda qiziq bir çember koydum o kompüter. Kompüter deganimiz odatda ikki narsa bilan nim qoldi. Qattiq detal, yumshoq detal. Xuddi biz odamga o'xshash. Bak qattiq detalmiz qo'limiz tutimiz ko'ra olamiz. Yumshoq detal deganni ko'rgini bo'lmaydi. Mana biz odamni desak bizning butun badanimiz bir qattiq detal. Buningga qo'mondonlik qiladigan bizning tafakkurimiz, bizning o'y xiyollarimiz, bizning ko'z qarash, o'ylashlarimiz bu yumshoq detal. Buni ko'rmaysiz. Bu ko'rinmaydi. Lekin bizning badanimiz, bizning harakatimiz shu ko'rinmaydigan bizning tafakkurlarimizda harakatlanadi. Bu mana kompüterning o'ng tarafi kompüterning ichida bunda ishga bo'lim yo'q. Çünkü yumshoq detal degan qattiq detalni tepa qo'nib turib ish qiladigan narsa. Shuning uchun men avval yumshoq detalni tushuntirib o'tay. Yumshoq detal degan kompüterga nima ish qilish kerakligini aytadigan bir yurish ko'rsatmalar. Bu ko'rsatmalar kompüterga qanday harakat qilish yoki ma'lum bir vazifani qanday o'rindashni aytib berdi. Xuddi bizning tafakkurimizga o'xshash. Odamlar knopka taqsi orqali kompüterga qo'mondan berdi. Masalan, ani bossak ekranga chiqdi. Ekranga yozildi.
yezip bolğan, ekran yezip bolğan narsalarni o'chirib etish, hujjatni ko'chirish yoki o'chirish, yozgan xatlarning cho'ng kichik va rangini o'zgartirish, ikkimiz masalan Skype orqali suhbat maydonini echish, to'r ziyorat qilguvchilarni ziyorat qilish qatorliqlar bular yumshoq detal orqali bo'ldi. Bularni bu tafakkur, bularni harakatlangan bu narsalarni yumshoq detal deymiz. Bu knopka taxtda bosgan ko'rsatmalarni yoki qo'mondonlarni kompyuterga tarjim qilib beradigan narsani yumshoq detal deymiz. Dehqon tilida esa. Masalan, Microsoft Word, hammamiz xat yozamiz. Kompyuter, masalan, bolalar o'yinlar, kompyuter mashg'ulot sistemasi, virus qatorliqlar kompyuterni harakatlantiradigan narsalar. Kasbiy tilda buni program yoki koda deb ataladi. Bular yumshoq detal deb hisoblanadi. Qattiq detal degan kompyuter sistemining barliq fizikalik tarkiblari. Masalan, aş rasm qarasanglar, ma sol tarafda. Masalan, qulqimiz ma oldingi esib olgan ma anglatqu, qulqimizga silib olgan telefon, printer, ekran, mushlarning hamma narsa qo'limiz tutgan narsalar, bular qattiq detal bo'ladi. Esinglar bo'lsin, qattiq detalni ko'rimiz, nim qilmiz, yumshoq detalni ko'rgini bo'lmaydi. U xuddi bizning tafakkurimizga o'xshash o'y xayollarimizda. Kompyuter mashg'ulotni qattiq detal va yumshoq detalga mavjud. Bu ikkisi birlashib kompyuter bo'ladi. Qattiq detal kompyuterning iqtidorini belgilaydi. Masalan, buni CPU'si manchilikka, buni ittilikka, manchilikka deymiz. Qattiq detal kompyuterning iqtidorini belgilaydi. Yumshoq detal kompyuterga nima ish qilish to'g'risida yo'l yo'riq beradi. Mishada kompyuterning qattiq detalda yumshoqdan mushinchik tushib o'tketayli, endi sun'iy aql o'tayli. Sun'iy aql dunyoning har qaysi joylarida kun sari moda bo'lishga boshladi va umumlashayotgan ko'rinishga aylanmoqda. Eng yeni yumshoq detallarni eng yuqori darajali qattiq detalda birlashtirib, sun'iy aql qurollari sog'lomlikdan tortib qatnash masalasiga, siyosatdan tortib harbiy ishlarga, moliya sodidan tortib ko'ngil echish faoliyatlariga qadar kundalik turmushning nurg'un sohalarini o'zgartdi va o'zgartishga intilyapti. Ko'p yillardan buyon kompyuter hargizmi odamning mingisidan kuchli bo'lolmaydi deb kelgan. Ammo zamonaviy davrda taraqqiyotning tezlashishiga ergishib, bundaq ko'z qarash tut terab turolmaydigan bo'lib qoldi. Sun'iy aql hukm qattiq detalning o'z oldiga tafakkur qila oladigan, uningga ta'minlayotgan sonli ma'lumotlarga asosan o'z oldiga qaror chiqara oladigan alomatni tasvirlaydi. Sun'iy aql. Burun qattiq detal insonlar bergan buyruq bo'yicha harakat qiladi. Yumshoq detal injenerlar yozgan koda deydigan uyg'urcha koda orqali ishlarni bajaradi. Yana qilish iqtidori pasif edi, aktiv emasdi. Qattiq detal o'z oldiga ish qilolmadi. Buyruqsiz ish qilolmadi. Hozir qattiq detallar o'ziga kelgan uchurlarga qarab o'z oldiga qaror chiqarib harakat qiladigan bo'lib ketdi. Hozir men oldimiz qattiq detallar uchurni basimiz uchurlarga o'zlari birini yozadigan bo'lib ketib bordi. Sun'iy aql sistemasi hozir insonlarning tafakkurdan texmo tez, texmo unumli holda g'oyat zo'r hisoblash vazifasini ijro qila oladi. Buningga tayanib dunyoning har qaysi joylaridagi tadqiqot va taraqqiyot sohalari zo'r ilgirlashga erishyapti. Zamonaviy kompyuter sekundda 1 trillion atrofida hisoblay oladi. Sekundda. Ma qo'ltiqimiz odatda 5 dan 25 milliardgacha hisoblay oladi. Ma kompyuterimiz laptop odatda 20 dan 100 milliardgacha hisoblaydi. Kompyuter 1 milliardni 15 sekundda sanab bo'ldi. Odamga 32 yil ketadi. Kompyuter 1 trillionni 4 soat
10 minutda sanap bo'ldi. Odamga 31.963 yil ketdi. Demak, u vaqtida odamlar zamonaviy yirik tarixiy qatlashmagan 1 trillionni sanash uchun 31.963 yil ketdi. Men bu yerda bu sanagan vaqtida 24 soatni ko'z oldiga kelmasa, uxlamaymiz, yotmaymiz, namoz o'qimaymiz, hech harat qilmaymiz, hech nima qilmay sanaymiz buni. Shunda sanaganda 39 ketdi. Hozir kompyuterga yangi chiqqan kompyuterlar buni ishtiq qilib yetib bordi. Sun'iy aql bizning turmushimizni, xizmat va ko'ngil ichish usullarimizni o'zgartirishda cho'ng rol o'ynaydi. U xaridor mulozimat xizmati, yoshirin xaridorlarning shakllanishi, aldamchilikni tekshirish va sifat tizginlash qatorliqlarni o'z ichiga olgan insonlar o'rinlayotgan vazifalarni avtomatlashtirishda unumli qo'llanyapti. Bir necha soda sun'iy aql vazifalarni insonlarga qaraganda ko'p yaxshi o'rin deyalaydi. Bo'libmi? Qayta takrorlangan inch nutqlarga ahamiyat beradigan vazifalarni ijro qilishda, masalan, qonun hujjatlarini tahlil qilib, aloqador sohalarning mazmunlarini to'g'ri to'ldirish kafolat qilishda sun'iy aql qurollari xizmatlarni tez suratda ta'minlaydi hamda xatolik nisbati oz bo'ldi. Bir vaqtda xalqaro qonunlarda necha millionlagan 50-60 tilda kelgan narsani sun'iy aql 1 soatning ichida sizga hamma jadvalni chiqarib beradi. Sun'iy aql zo'r miqdordagi sonliq ma'lumot to'plamini bir taraf qila olg'achqa, u korxonalarga ular qo'nib yetmagan tijorat ahvol va mashg'ulotlar haqida cho'nqur tushuncha bera oladi. Hozir sun'iy aql 50 dan ko'p tildan kelgan zo'r miqdordagi sonliq ma'lumot to'plamini bir vaqtda bir taraf qila oladi. 50 tilda kelsa, uningga tarjima qilmaydi, bir vaqtda aka to'shtirib hamma bir taraf qilib sun'iy aql hozir. Sun'iy aql to'lqinidan ilgari kompyuter yoki yonfon yumshoq detali orqali kira avtomobili, taksi deymiz-ku, bilan bog'lanish tasavvur qilishga tas keladi. Mushu sun'iy aql buruncha hozir kompyuterga chiqiblar, mashinaga mushtan chiqsangiz, Uber'ni taksini tanısanız sizden nereliğinizi bilirdi, taksim kilip ekip hemmini kılırdı. Burun sun'iy aql çıkış için bu bulunmadı. Uber, Fmaymaslarınki Gollandiyada Uber var mı yok mu? Var. Ama Uber bu insan del sun'iy aqlning muş alaydagi işletip bay bulup hazır dünyadaki 500 en bay şirketga aylandi. Sun'iy aql hazır Alphabet, Alma, Microsoft, Meta degan Facebook'ning burun ismi, Amazon, Google, Yahoo, YouTube qatorliq nurg'un eng muvaffaqiyat qozongan shirkatlarning yadrosiga aylandi. Bu shirkatlar sun'iy aql texnikasi mahsulotlarini yaxshilash va raqobatchilardan ustun o'tish uchun ishlatyapti. Gerçi her kuni barliqqa kelgan zo'r miqdordagi sonliq ma'lumotlar inson tadqiqotchilarini ko'mib qo'ysimi, sun'iy aql qo'llanishchan programmlari bu sonliq ma'lumotlarni tez suratda mashg'ulot qilg'ini bo'ladigan uchurlarga aylandi. Her kuni dunyo qanchalik ma'lumot keldi desangiz, her kuni dunyo keldigan va dunyo miqyosida keldigan son 263'nin kayniga 18 nolni qo'shdi. Bunda demak bizning bütün olamning paydo bo'lganiga 13 milliard yil bo'libdi. Bu olam paydo bo'lishdan yana nurg'un yillardan burun sanasangiz, bir ishga deb bugun qadar sanasangiz, har kuni bo'lgan dunyodagi uchurlarni sanab bo'lolmaysiz. Kvantiksi sun'iy aqlning ba'zi ortiqchilari. Birinchi, inchga nuqtalarga ahamiyat beradigan xizmatga moyil. Misolan, sun'iy aql sut bezi yoki melanoma deb ataladigan teri rakning eng ig'ir turini inchga olgan rak kasallarga diagnoz qo'yish jihatda
doktorlarga o'xshash yoki doktorlardan yaxshi diagnoz qo'ya oladigan bo'lib ketdi. Hozir rak kasalini asosiyatdan sun'iy aql diagnoz qo'ydi. Ikkinchi, zo'r miqdordagi sonliq ma'lumotlarga sarf qiladigan vaqtni qisqartdi. Ya'ni odamlar 10 ming yil sanay, 30 ming yil sanaydigan narsa 1 soat sanab bo'lgan bo'ldi. Masalan, sun'iy aql, banka, aksiya, paychak bozori, dora yasash, sug'urta qatorliq sonliq ma'lumot ig'ir kasblarda keng qo'llanib, cho'ng sonliq ma'lumot to'plamini tahlil qilishda ketadigan vaqtni qisqartdi. Bu yerda vaqtni qisqartdi deganimiz 1 soatni 30 minut qildi deganimiz emas. Bunda aytsangiz 10 ming yilni 1 soatga aylantirib etdi deb ma'ni da'vatimiz bizda. Agar uchinchi, emgak kuchini tejaydi va ishlab chiqarish unumini o'stirdi. Masalan, sun'iy aql ombar. Men ombar degan uyimizning ichiga o'yilmiz ambar nimayapmiz. Ma shundoq keng ketgan yillik millionga mallar bor. Cho'ng ambarni ko'z tutyapmiz. Dengizidagi port, hamiyalardagi cho'ng ambarlarni. Sun'iy aql ambar saqlash, to'sish, kontrol qilish, mol to'liqlash va zakat ilish qatorliq mol ta'minlovchilardan yoki ishlab chiqaruvchilardan iste'molchilarga yetkazadigan ashyo oboro'ti mashg'ulotni avtomatlashtirib ishlab chiqarish nisbati va unumini o'stiradi. Hozir bu butunlay cho'nglarga hamma sun'iy aql odam qolmadi. To'rtinchi, birdak izchil natija bilan ta'minlaydi. Masalan, sun'iy aql tarjima qurollari yuqori darajadagi izchillikni ta'minlaydi. Hatto kichik korxonalarmi xaridorlarning ana tilida xaridorlar bilan uchrasha oladi va mulozimatlarni yerlik tilda yetkazish imkoniga ega bo'ldi. Hozir Microsoftga kirsangizlar bir xil tarjimon bo'ldi, to'g'rimi tilda. Shuning uchun siz odatda 100 ya davlatdan kelgan tilni o'rib o'zingiz birdan tarjima qilib yetaverasiz. 5. Xoslashtirish orqali xaridorlarning rozimandligini oshira oladi. Masalan, sun'iy aql shaxsiy xaridorlarga xos mazmun, uchur, tavsiya va tur bekatlarini xoslashtira oladi. Masalan, sizlar hozir sun'iy aql qilsa, men bir o'z oldim bir xos tur ochay desangiz, ismingizni yo alay-bilay biringizni vaqtingizni kirgizib, nimalarni qilman deganim o'sha xat yozib qo'ysangiz, sizga shunday chiroyli turbatni ichib berdi hozir sun'iy aql. Hem bu butunla bikaga. 6. Sun'iy aql orqali sun'iy aql orqali borliqqa kelgan mahkum vakolatchilar har zaman tayyor. Mahkum vakolatchilar ila telefon ursangiz anglab sizga javob berib turdi. Sun'iy aql programmalari uxlash yoki orom ilishning hojati yo'q. Ular uxlamaydi, orom olmaydi, bayram qilmaydi. Yili bo'yi bütün kun mulozimat qildi. Masalan, sun'iy aql bu vazifalarni hozir oson bartaraf qila oladigan bo'ldi. Uchrashishni o'rinlashtirish. Masalan, men bir idoraga balo bilan uchrashishni men ashna palonchi bilan uchrashtirib qo'y desangiz, sun'iy aql baroli ularning bütün kalendariga kirib, bir vaqtni chiqarib sizga o'rinlashtirib, palonchi vaqt kelsa bo'ldi deb berdi. Uningdagi kalendarni boshqarish. Abi kalendarni men falanchilar so'zlashyaptim, kalendarim qaysi vaqt kun desangiz, uni mana qildirim, uchuq anam uchuqqa o'rinlashtirsangiz bo'ldi deblar, sizga deb berdi hozir sun'iy aql. Birdamla. Sayohat o'rinlashtirishni biz uy to'liq qilamiz. Telefonni qabul qilish va boshqasiga ulab berish. Telefonni olsangiz sun'iy aql ya oladi deb telefonimni boshqasiga yo'llayap falanchiga desangiz, o'zi yo'llayib yetadi hozirlar. Mening o'g'lim bir nimada ishlagan, ular ishlagani qanday desangiz, sen bir idoraga har qanday xat yozsangiz, o idorada hech kim xatosini o'qib javob bermaydi. Sun'iy aql xatosini o'qib, xatosini o'zi javob berib yetadi. Shunday chiroyli xatni bir hech aytib yetadi, yani odam aralashmaydi. Shuning uchun ila xatlar masalan bir idoraga, bizning idoraga har kundiga olganda mingdak odam xizmat iltimos qiladi. Kim o'qiydi? Sun'iy aql hammani o'qib chiqarib yetma, ila yaxshi ma bo'ladigan, mani suhbatlasanglar bo'ladigan degan odamni direktorga aytib berdi. Chunki buning ichida odam yo'q. Masalan, sun'iy aql bunday savollarga o'zi javob berdi. Masalan, siz bir yerdan biri bilan zakos qildingiz,
Ey, mening Zakkus kanununun ahvali qanday? Bunun cevap beriyotgan hozir butunlay sunniy aql. Mening bir buyumlarim, zaxmlardi. Men qanday qilishim kerak? Bu mahsulot yana qachon chiqadi? Bularni siz telefon urib, shu chiqargan shirkatlar deysangiz, sunniy aql butunlay ashlarni o'zi deb telefonlar avtga hammani o'zi ko'rdi, bu yerda odam yo'q. Yettinchi, endi bu yerda mana sunniy aql ba'zi vazifalarni optimallashtirish, hatto ba'zi sohalarda insonlarni ishib ketish yushirin kuchga ega bo'lsa-mu, u yanala insonlarning sezim jonligi, ijod jonligi va hissiyot jonligini ko'paytishga muhtoj. Bu kodini yozishga yana insonlar ketadi. Munosabat, hissdoshlik va ijtimoiy aql talab qiladigan xizmatlarda sunniy aql insonlarning o'rnini elish hozirgacha mumkin emas. Buningdan boshqa sunniy aql iqtidoriy sistemasi insonlarning tadbir belgilashi, qimmat qarashi va axloqning cheklimasiga uchraydi. Sizningki axloqingiz, qimmat qarashingiz qarab, siz yozgan sunniy aql shu ish bo'yicha qiladi. Sunniy aqli iqtidorning jamiyatga bo'lgan yo'linishi va ta'siri shakllanadi. Mushlar qarab turibdi. Sunniy aqlning ojizligi ikkinchi nada bo'ldi? Endi qilamiz. Sunniy aqlni o'shuncha tushunib turay. Masalan, sunniy aqllarning kodlari qanday edi? Ularni ikkinchi so'zlarimiz Xudoy bo'lsa, rasm ikkinchi aqlga